Assalomu alaykum azizlar. Mana yoshim 72 da. O'sha Covidda men ham o'sha 75% pnevmoniya bilan men kasallanganman. Juda og'ir kechgan kasalligim. Men shundan so'ng men sport bilan shug'ullandim. Mana necha yildan beri sport bilan shug'ullanyapmiz. Mana shu bog'da yayov yuramiz. Kamida 5000, 10000 qadam. Meni maslahatim o'sha yayov yurish ekanda. Yayov deyman azizlar. Ana o'zimizga ertalabki havo tanga davo deb hammaga gapiraman. Shuning uchun hammaga tavsiya qilaman, sport bilan shug'ullan azizlar. O'zimiz uchun koni foyda ekan. Sport bilan shug'ullanib kelyapman. Qon bosimi, belda og'riq, mushaklarda og'riq, bo'g'inlarda og'riqlar bor edi. Hozir hammasi Xudoga shukr bartaraf bo'lindi. Muntazam shug'ullanib yurilsa, kelayotgan kasalliklar oldini olinar ekan yoki mavjud bo'lgan kasalliklardan bartaraf etishga sportning o'rni juda katta ekan. Mana ko'rib turganlaringiz barlari pensioner akalar, ukalar bular hammalari. 25, 26, 27, 28, 29, 30 rahmat. Yoshimiz 75 da, 78 da yigitlar biz. Xudoga shukr sog'-salomat biz. Mayta aylanib, rohatlanib uyga borib tomimizni olamiz. Ilgari 5-6 yil oldin 2-3 ta odam yurardi batda. Biz juda ham orzu qilardik, mana aka, qani ko'pchilik bo'lsa derdik. Mana hozir 50-60 tacha bo'lib ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Mamat Saydorovxon. Marg'ilon shahrida yashayman. Bo'sh vaqtlarimda sport bilan shug'ullanib turamiz. Kuniga 50 kilometr bemalol velosipedda yuraman. Men bola. Keyin qolgan vaqtlarida mana gimnastika mashqlarini bajaramiz. Shu vaqtgacha ko'p joylarda bo'lganmiz. Shohimarddan hammaga Andijon, Buxoro, Namangan, keyin xorijiy davlatlarga borib kelganmiz. Azizlar, sport bilan shug'ullanaylik. Sport bu sog'lig'imiz.